bo'ldi. Kesib ko'rasan joyidan. Assalomu alaykum hurmatli Akfa Vodiy kanali obunachilari. Bugungi bo'lgan ustanovka ishlarimiz Andijon viloyati Shahrixonga bo'ldi. Bu yerga bitta rom, bitta 6 metrli veranda, yana bitta veranda 6 metrli, bitta 2 qanotli eshik, yana bitta rom. Zalatoy duprangda, aynan 2 qavat, yodviy. Soatimiz 19:00 bo'ldi. Xudo xolasa endi ishlarimiz yakuniga yetdi. 2 qanotli eshigimiz. Ashuni penasini chachib qo'yinglar muxbirlar yoniga. Eshikni tagiga ham, birinchi yoniga ham chachinglar. Ishlarimiz xudo xolasa yakuniga yetdi, bolalar ham ishlar tugatishib. Xo'sh. Shunaqa romimizdan ikkita, bitta 2 qanotli eshik, ikkagin bitta mana shunaqa veranda, yonida xuddi mana shu razmer. Xo'sh, hammasi bo'lib 18 million so'm bo'ldi. 2 qavat aynay, yodviy, zalatoy duprangda padagonilari bilan. Ko'rishingiz mumkin. Ozgina kech kirib ketgan sababli videolarimiz to'liq ko'rinmayapti. Ustunlarni qurib berganmiz. Ochib yopilishlari. Ichkari ko'rinishi xudo xolasa juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Endi kech kirib ketganligi uchun video juda ham xira ko'rinyapti. Oldindan uzr so'rayman. Xo'sh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatimiz vodiy bo'ylab Namangan, Andijon, Farg'ona hamma viloyatlarga xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Pastda telefon raqamlar qoldirib o'tamiz. Telegram, WhatsApp, Instagram dan bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli narxlarda olib borib yetkazib o'rnatib beramiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, bizda kvadratiga bas, joyda razmerlari bo'lsa, rasxod bay hisoblanadi. Bemalol aloqaga chiqsalaring, hisoblab berishimiz mumkin. Xudo xolasa ishlarimiz yakuniga yetdi. Akamiz o'zi Rossiyada, ko'rib turgan bo'lsangiz, xudo xolasa aka chiroyli bo'ldi ishlaringiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.